Anda bu bugungi language focus. Hisobda shu bizning darsimizda intayin muhim bo'lgan nuqtalarga diqqat qilsak. Qaranglar, give me that piece please and pound of mince. Nendaymiz? Sharga pound of mince 2. Yaxshi. Yana bir qadaq nimani beram? Mince deganimizni ma'risanlar, sog'lashlanishadi. Qiyma. Shunaqa. So my husband doesn't like chicken. To tell you the truth, I don't like chicken. Yeah? Either. Okay, demak hamda bu yerda bir ikki muhim nuqta bor. Birisi to, yana birisi nima desanlar, either. Hamda bu to bilan eitherning farqi nima desanlar, bu ikkisi o'xshashlar muhim degan gap. Bir farqi nima desanlar, birisi kinding joyda ishlatildi, birisi foring joyda ishlatildi. Hamma yerda to deganimiz nima desanlar, kinding joyda ishlatildi. Masalan, I like coffee desa, men I like coffee desam, sizlar, menmi qahvaga amroq bo'lsa, I like coffee too. Shunaqa? Hamda yana birisi I don't like tea. Men choy bilan xo'sham yo'q. Desam, meningmi choy bilan xo'sham yo'q desa, I don't like tea either. And now birisi, my husband doesn't like chicken. To tell you the truth, Mrs. Bird, I don't like chicken either. Demak, endi o inkor jumlaga kelgachga yana o'xshashlarni nimarsan either keladi. Agar bo'lishliq jumla bo'lgan bo'lsa, misol nimarsan to. I like you this, I like you too. Men mumraqsizga, men yaxshi ko'raman. Now, I don't like you. I don't like you either. Desam olda. Menmi xo'sham yo'q sizlar. Men yaxshi ko'rmayman degandek. Amsa o'sha to bilan eitherni, murtuvalik jadval to'shqilab qo'yganlar bo'ldi. Birinchisi qaranglar. She likes juice. I like juice. Eithermi to'mi? To get. Chunki menmi biroq demakki ma'o bo'lishliq jumla, kinding jumla. Shuni nima desanlar to ishlatdim. Masalan, Gaga likes watching TV. I like watching TV too. Menmo nimaga amroq? Televizor ko'rishga amroq. Demak, ikkalisi o'xshashlar nima? Bo'lishliq. He doesn't like the house. I don't like it either. Nima? Inkor jumla. I don't like it either. Menmo unga qanday xo'sham yo'q degan gap bo'ldi. That is, if you do not go, I shall not go either. Agar sen bormasan, menmi bormayman. I shall not go. My shall degan shu maqchi-maqchi-ku. I shall not go either. Menmi qana qilmayman, bormayman. Demak, hamda o'sha to bo'lishliq jumlada, either bo'lsa, inkor jumlada. Endi keyingisi qaranglar, what about some steak? Okay, endi misharga what about some steak deganimiz nima desanlar? How about some steak? Endi misharga what about and how about demak boshqalarniki fikrini, taklifini o'sha so'rashda qanday qilinadi desanlar, ishlatarsiz. Siz ma'ni lozimmi? Demak, endi ma'lum o'zining ko'z qarashini, fikrni so'raganda how about yoki what about. Okay. Demak, nima desanlar? Ma azraq lozimmi, mandami degandek. Masalan, you are very tired. You are very tired and a rest. Neyimiz? What about the rest? Demakchi, sizdek yerib ketibsiz. Ormasingiz qandaq? Demakchi, what about the rest? Yoki how about the rest? Manda qiyshingiz qandaq bo'la? Manda qiyshingiz bo'lami? Manda qiyshingiz-chu deganda nima desanlar? What about yoki how about keladi. Masalan, what about rest? Yoki how about rest? Aramasingiz qandaq? Shunaqa? Yoki nima desanlar? What about or how about having rest? Endi misharga what about yoki how about ning keyiniga sim yoki ism xarakterli so'zlar keldi. Means yoki doing harakat nom deymiz. Bu harakatning nomi demak ism. Demak, what about yoki how about ning keyinidan ism keladi. Hey, what about you? Sizcho. Shunaqa? What about him? Ucho degandek, ha? Demak, boshqalarniki fikrini mana so'rashda ishlatilgan gap. So, next one is, do you want beef or lamb? Beef, please. And sizga qo'y go'shti lozimmi yoki kol go'shtimi? Demak, jamda ikkisidan birini tanlaydigan yoki bo'lsa nima desanlar, or bo'ladi.
You know, for more sentence, like, would you like tea, coffee, or milk? Endi men hada ikki yoki uningda ortiq jumla bo'lib qolsa, so'zlar bo'lib qolsa, shuning eng oxirini qilgan nima desam, or qo'yamiz. Yoki agar and ishlatib, hamda deganni ishlatgan to'xtar ekan, eng oxirisini olib ishlatamiz. Like, would you like tea or coffee or lamb? Or milk? They say, coffee, please. Or qahva keltirsangiz. So, how shall we go? By bus or by train? Biz qanday boramiz? Avtobusga o'tirib boramdiq, yo poyezdga minib boramdiq. Poyezdga chiqib boramdiq, shunami? Demakanda o'sha by deganimiz hamda shuningga chiqib shu orqali tabigan edik-ku. Demak, how shall we go? Biz qanday boramiz? Avtobusga chiqib boramdiq yoki poyezd bilan? Okay, by train, poyezd bilan, shunami? So did you go there or didn't you? Nima? Oy boringizmi yoki nima ish qildingizmi? Bormadingizmi deganga. I did, ay bordim degandek. Demak, endi musharika or deganimiz yoki degan narsalarni ifodalaydi. Endi buni talaffuz qilganda qanday desanglar, o'sha orni oldin talaffuz qilganda sal ulug'roq talaffuz qilinadi. Do you coffee or milk degandek. Keyin qanday desanglar, sal qanday qilamiz? Pasaytamiz. Okay. Endi ham o'sha nima kelganda qanday desanglar, bu javob berganda qanday desanglar, anga yes or no lam desa bo'lmaydi. Cho'qmashi yes I did yoki I know yoki beef shundan birini qanday qilganga tanlaydigan gap. Xo'sh, hamsa o'sha tekstga asosan o'sha bugungi tekstimizga intayin muhimlarni bir takrorlab chiqaylik. Alaylik, masalan, butcher. Do you want any today? Nima? Do you want any meat today, Mrs. Bird? Sizga azroq go'sht lozimmi, Mrs. Bird? desa. Yes, please. Lazim. Okay, next sentence. Like, you know, butcher said, do you want nima? Beef or lamb? They say, Mrs. Bird, nima? Beef, please. Sizga qo'y go'shti lozimmi yoki qo'y go'shtimi? desa. Beef, please. And this lamb is very good. You know, they say, I like lamb. And but my husband doesn't. Demakchi, men qo'y go'shtiga amroq, lekin yo'ldishimning nimasi yo'q, xo'sh yo'q. Demak, endi musharika I like lamb, blah, 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 but he doesn't. Tamam? So, what about some steak? Azroq qala qo'ru go'shti bo'lsa. This is nice piece. Bu bosindan yaxshi bir parcha desa. Give me that piece, please. Demakchi, hamda shu qo'ru go'shtini qanday qildi? Oldi, shunami? Okay. You know, and a pound of beans too. And yana nima desanglar, bir qadoq nima? Beans. Demakchi, yana bir qadoq qiyma go'sht. So, do you want a chicken, Mrs. Bird? They are very nice. Desa nima? No, thank you. Okay, my husband likes steak, but he doesn't like chicken. Mening yo'ldishim qala qo'ru go'shtiga amroq, lekin uni nima bilan qo'shiq? Chicken. Nima? To'g'ri go'sht bilan qo'shiq. Endi nima deydi? Butcher endi nima? Raskatni qilsam, bu shuni nima degan qiladi? Dabaqlar. To be honest, yancha. To tell you the truth, Mrs. Bird, I don't like chicken. Too either. Either. Demak, mening nima bilan qo'sham yo'q? Shu chicken to'g'ri go'sht bilan qo'sham yo'q.